Assalomu alaykum. Do'damni olaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Har doimgidaymi? Shunaqa mumkin. Assalomu alaykum amaki. Dadamni oling. Assalomu alaykum. Siz ish bo'lingizga qo'ynim tushganda. Shu safar shu boladan nosab xafa bo'libsiz. Nima deganing bu ukam? Hisob kattasi bo'ladi. Bu bola emas, bu sarkarda. Nega unaqa bo'lasiz odam? Ey ukam, ota tashlab ketgandan keyin yosh boshiga ancha azob ko'rdi. 2 yil bo'ldi onasiga ortib qo'yganiga. O'shandan o'sha non sotib onasiga qaraydi. Mayli dadam. Ha, bolam ikkita. Yo'q, 4 ta noningdan bergin. Assalomu alaykum dada. Bolam 4 ta non berib. Xo'p bo'ladi. Mana amaki. Ha. Mana puli. Amaki, bu yerda 20 mingga ko'pmi? O'zing ishlatarsan. Yo'q amaki, men ortiqcha pul ololmayman. Mana. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, yana kelaman. Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom. Dadam, bu ukangiz to'ymaydi. Noni ham yo'q, o'zi ham yo'q. Bugun chiqmadimi yoki ovqatlangani ketdimi? Endi bu bola chiqmasa kerak. Nega dadam? Kecha onasi omonatini topshirgan. Nima?